Kechagi zilziladan hamma qo'rquvdan ko'chaga chiqishni boshlasa, men uyga kirib, idish savollarimni yig'ishtirishni boshladim. Qayta kelishi mumkinligini o'ylab, narsalarimizni yig'ishtirib qishloqqa yo'l oldik. Ko'rib turganinglardek, o'nlab uylari borlar ham ko'chada yotibdi. Har chorshanba saroyda bozor ochiladi. Qishloqqa ketarkan, bozorga uchib o'tdik. Bozorda sabzalar shunchalik arzonligidan erim qoplab olibdi. Yo'l-yo'lakay rahmatli qaynatam ko'rib ketgan magazinga ham kirib o'tishni unutmadik. Uman, buman, Andijonlik kachugaman. Shu kulbada Sulton Sulaymon yashagan desam ishonasizlarmi? Rus dalasi, bepayon dala. Kechasi kulbamizga yetib keldik, kechqurungi manzara. Ertalabda kunimni bozordan 200 TLga zo'r olgan tapishkalarim bilan boshladim. Bu yerda basharamni yuvmasdan gunaydin deyapman. Kambag'alda bir yegani bir to'ygan deb melaman qildim. Orqasidan Sulton Go'konga turkish qahva qildim. Ko'ryapsizlarmi, yuragimdagi sevgi kofega chiqibdi. Jimjimani qaranglar. Ertalabda ishni boshladik. Turkish erim ozgina menga yordam berdi, keyin surdi. Gullarimga tuya topolmadim. Qarasam yig'ilib qolgan baklashkalarim bor. Isrofga qarshiman, bilasizlar. Kestim, bichdim, ishlatilgan kraska bor edi qatib qolgan. Ularni yumshatib, kraskalashni boshladim. Shakl bergach, eskib qurib qolgan gullarimni kesib tozalashni boshladim. Made in Turkish erimga ke yordam ber desam, meni ko'tarib yuborsa bo'ladimi? Sizlarda oldinglarda uyalganimdan o'g'limni chaqirib oldim. Hamma narsani pulga olish shart emas. Qaranglar, qanchalik oddiy suv baklashkasidan chiroyli tuya yasadim. Endi navbat bozordan qisilib qolgan kaktuslarimni kattaroq tuvaga ko'z yurish boshladim. Meni xarakterim shunaqa. Erimni puli bor, hamma narsani sotib olaman degan niyatim yo'q. Hamma narsani o'zim qo'lim bilan barpo etish niyatim. Bu yerda gilam yuvmoqchi bo'ldim, keyin vazgeçdim. Qarasam erim bitta o'zi ishlayapti. Yugurib bordim-da yordam berdim. Sizlar o'ylaysizlarki, turka teksam qo'lim sovuq suvga tekizmaydi deb o'ylaysizlar. Tepib ishlatadi aksincha. Bizda shuncha havo issiqligidan ariqqa tushib cho'mildik. Abitam qilmasdan ishlaganimiz sababli yarim soatda golubsid pishirib yubordim.